Urugvayga qarshi 3-o'rtoqlik o'yinida ishtirok etdik. Hisob 1-2 mag'lub bo'ldik va do'stlar, bunday raqiblarga qarshi o'yinlar yuqori daraja bilasiz. Urugvay bizga rengen vazifasini o'tab beradi. Qaytaylik o'sha himoyadagi xatolarmi yoki umumiy o'sha o'yinimizdagi bizning kuchsiz nuqtalarimizni aniqlab beradi. Aynan mana shunday jiddiy raqiblar. To'g'ri, Urugvay o'zining yulduzlari bilan o'ynamadi-yu, lekin shunday bo'lsa-da, bilasiz, Urugvay har qanday yosh toifasida ancha xavfli bo'lgan terma jamoa. Chunki Bielsa aynan mana shunday futbolchilarni mundial uchun bugun testdan o'tkazib oldi. Birinchi taymda biz yaxshi kurashdik, to'qnashuvlar bo'ldi, hattoki taym so'ngida Shomurodovning zarbasini eslaysiz, o'sha urugvaylik himoyachining bloki va ikkinchi taymni Urugvay umuman boshqacha boshladi va tezkor ikkita gol qarshi hujumlardan. Va do'stlar, biz reaksiya ko'rsatishga harakat qildik va bu o'yinda bilasizmi, umuman kim o'zining imkoniyatlaridan foydalangan bo'lsa, o'sha jamoa g'alaba qozondi. Statistika raqamlariga e'tibor beradigan bo'lsak, Urugvay 4 ta aniq zarba yo'llagan va shundan 2 tasi gol. Biz ham 2 ta zarba yo'lladik va bitta o'sha Ruslanbek Jiyanovning gol evaziga hisobni 2-1 ko'rinishiga olib keldik. Va mana shunday sparring partnyor kuchli raqiblarga qarshi o'ynashda davom etaverishimiz kerak. Bugun Urugvayga qarshi bo'lib o'tgan o'yin Fabio Cannavaro va uning murabbiylar shtabi uchun alohida vazifalarni ko'rsatib bergan bo'lsa, ajab emas.